Shuning uchun marosim qilavermay uyda o'ynanglar, yig'ishtiringlar marosimni. 3 bo'pti, 7 bo'pti, 40 bo'pti, yil bo'pti. Uyda o'yning, hammom quring, oshxonani o'yning. Oshxonaga kuxni nabor qilib bering, kir mashina olib bering. Nima qilasiz hadeb ehson qilib? Ani ehson xotinga qiling ehson. Sinimizga qilaylik, opamizga qilaylik. Men necha marta aytayapman, "Ey, biz to'q. Masjidda xodimi to'q. Mahalladagi hojakingiz to'q. To'qqa yediravermang. Yedirmang to'qqa. Mana joyini qo'yib qo'ying, qarasiz siz. Mana joyini qo'ying, tini eshitsin xalq. Yedirmang bizga. Biz duo qilaveramiz. Samimiy duo qilamiz. Bu domla degani u ehson yursin degani emas bu. Qiynalganga bering, singilga, akaga, ukaga, sinfdosh bor, muhtoj bor, yetim bor, beva bor. Shularga beringlar. Nima qilasizlar? Bizga yedirib.